Autizm ona qornidan rivojlanadi. Homilador ayol qornida rivojlanayotgan homilasida miya rivojlanish bosqichi buziladi. Bu rivojlanish bosqichi buzilishini homilador ayollar skrining tekshiruvida aniqlasa bo'ladimi? Privivkalardan so'ng autizm rivojlanadimi? Homiladorlikda ayollar nimalarga e'tibor berish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring va sahifamga obuna bo'ling. Sizga eng sara ma'lumotlarni berib boraman. Autizm negizida irsiy faktor birinchi o'rinda turadi. Miya rivojlanishini ta'minlovchi genning mutatsiyaga uchrashi miya to'qimasining rivojlanmasligiga sabab bo'ladi. Ota-onaning yoshi, ayniqsa otaning yoshi yuqori xavf faktorlariga kiradi. Tug'ruq homiladorlikda asoratlar bilan kechishi, erta tug'ish, chala tug'ish, kislorod yetishmovchiligi, tug'ruq travmalari, virusli infeksion kasalliklar bilan chalinish, surunkali stress holatlari, ekologik faktorlar, radiatsiya nurlari, havoning ifloslanishi. Ginekolog sifatida homilador ayollarni homiladorlikka tayyorlash bosqichida organizmga kislorodga bo'lgan ehtiyojini to'ldirish, mikroelement nutrientlar bilan ta'minlash, virusli infeksion kasalliklarni oldini olish, surunkali stress holatlarini bartaraf etish asosiy zimmamga kiradi. Agar siz homiladorlikka tayyorlanayotgan bo'lsangiz yoki sizga professional darajada skrining Doppler mutaxassisi kerak bo'lsa, Dopplerda kislorod yetishmovchiligini vaqtidan oldin aniqlab, organizmni kislorodga bo'lgan ehtiyojini to'ldirmoqchi bo'lsangiz, yuqoridagi nomerlarga aloqaga chiqib, qabulimga murojaat qilishingiz mumkin.